Jaloliddin Masharipov hamda Cristiano Ronaldo o'rtasida biz trilogiya ko'ramiz. Do'stlar, men bilan terma jamoamizning lider futbolchisi Jaloliddin Masharipov bugun terma jamoamizni kuzatish marosimida ozgina o'sha ikkinchi taymdan keyin maydonda ko'rinish berdi va shu jumladan meni ham, muxlislarni ham, sizni ham xursand bo'lgani aniq. O'zlaridan so'raymiz. Bugun maydonga qaytdingiz, qanday bo'ldi o'zi umuman, nimalarni his qildingiz shu haqida? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Rahmat hammaga katta, chunki o'sha jarohat paytimda ham ko'p muxlislar qo'llab-quvvatlab, o'sha jahon chempionati keraksiz deb yaxshi iliq fikrlar bildirdi va o'sha narsa motivatsiya bo'ldi. Sasdan ham ancha yaxshi edi o'zi. Buni etmay yurgandi. Xudoga shukr, o'sha Kannavar ham etib o'tdi. Shu bugungi o'yinda shu 20 minut o'ynaysan degandan keyin bugun shu 20 minut tushib, o'sha yana futbolni anchadan beri sog'indi odam. Shu maydonda xudoga shukr o'zim yaxshi his qildim. Xudo xolasa yana ozgina vaqt bor jahon chempionatiga xudo xolasa ungacha xudo xolasa yana ham yaxshiroq formaga kirib, qo'limdan kelgancha terma jamoaga yordam berishga harakat qilaman. Endi do'stlar, Jaloliddin Masharipov hamda Cristiano Ronaldo o'rtasida biz trilogiya ko'ramiz va eng muhimi o'sha 3-qismini biz o'zaro o'yinda jahon chempionatida K guruhidagi Ronaldo boshchiligidagi Portugaliyaga qarshi sizda o'zi umuman Ronaldo bilan o'zi taqdirni o'zi qanday bo'lmasa sizni uchrashtiryapti. Endi bunisiga nima deysiz? O'zim ham bir xil payt hayron qolaman shu narsalarga. Endi hamma narsa Allohdan. Juda ham xursand bo'laman. Shunaqa dunyoda ikkita birinchi raqamli futbolchisi bo'lsa, bittasi u. Shunaqa futbolchi bilan har doim to'qnash kelib qolganimdan xursand bo'laman. Nima deganda hammaga ham nasib qilmaydi. O'sha guruhimiz jiribirovka bo'lishdan oldin ham o'rtoqlarimga aytganman. Portugaliya bilan tushamiz, Ronaldo yana bir-birimizga qarshi kelamiz. Chunki har doim oldimdan chiqadi meni deb aytsam, bolalarga ham aytdim. O'sha jiribirovkadan keyin o'rtoqlarim telefon qilib qayerdan bilding deb maqlashdi. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Xudo xolasa Ronaldo bilan 23-da Atalantada ko'rishamiz. Jaloliddin aka, sizga kattakon rahmat. Guruh bosqichida 3 ta o'yinda sizdan kamida 3 ta gol kutaman. Xudo xolasa. Omad. Jaloliddin Masharipovni xudo xohlasa do'stlar ko'ramiz mundialda. Qo'llab-quvvatlashda terma jamoamiz davom etamiz. Rahmat.